Barchaga assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Kayzo. Minecraft lekin o'lishdan epik narsalar beradi. Xullas kanal obunachim shunaqangi izoh yozibdi, mayli. Shu challenge qilib ko'ramiz. Albatta siz ham o'z challenjlaringizni izohlarga yozing. Izohlardagi challengelarni qilishga maksimal darajada harakat qilaman. Sizlar bilan Kayzo, biz esa boshladik. Xo'p azizlar, biz wow. Nima bu? Bu qoraylar chiroyliligini. Yomon emas. Biz spawn bo'ldik. Savanna boshlanganmi? Bunaqangi lokatsiya ko'rmagandim Minecraftda. Juda ham chiroyli. Xo'p, lava bor ekan mana bu yerda. Yomon emas. O'zimizni maqsadimiz o'lish kelinglar. Prosta tak Kayzo lavadan nima deydi? Sakrab o'tmoqchi edi. Bilmasdan yiqilib ketdi. Nima qilaman endi? Shoshmanglar epik narsalarim. Ayo, endi berar ekan. Hop. Wow, yomon desam bo'ladi chunki ketmonda shunaqangi zacharlar to'g'ri. Mayli, nima qilardik? Ikkinchi raund o'ylaymanki ikkinchisida normal narsa beradi. Kayzo ikkinchi marta bilmasdan yiqilib ketdi, bexosdan. Lapatga da ketman berdi, endi lapatkasini ham qo'shib beryapti. Xo'p, ketmanim qani mani. Qayerga tashadim? Sherik bo'lib o'tiradi, demak bunga. Qani. Mana. Brat, mayli, chiqish yo'q. Xo'p, mana shu daraxt tagiga hozir tashlaymiz. Xullas, yana bir marta tushdik. Bu safar o'ylaymanki, normalniy narsa oyoq kiyim. Qanaqasiga men bu bilan o'yinni o'tishim kerak. Shoshmanglar. Maqsad etganim yo'q hali. Maqsadimiz o'yin o'tish. Ana endi aytdim, bo'ldi, endi o'tmasam bo'lmaydi. Mayli, nima qilardik. Xo'p, iltimos normal narsalar. Nezirik Kojiniy narsalar. Yetoba. Kojiniy narsalar beryapti, mayli. Kelinglarda bitta krovat yasab olamiz. Mana shuni lavani ustiga qo'ymoqchiman. Yo'q, undan oldin qancha bir donagina tapor beringlar. Iltimos men sunduk yasab olay narsalardan uchun. Rahmat. Nimaga bu oltindan bilmadim-ku. Xo'p, yagona shu daraxt kesmaylik. Sana kezamiz. Nechta taxta bor? Bir dona, конечно, bir dona. Xo'p, bunisida-chi? Bir sindirish normal ekan, lekin yarmidan ko'pi menimcha yo'q. Yarim bo'lmagan, lekin baribir normalisi ketdi. Shu daraxtga qaratatsam bo'ldi, menimcha sinadi. Yo'q, juda zo'r ekan. Wow. Xo'p, sindirdim. Xo'p, 25% joni bor. Emas. Bu daraxt emas, aldamanglar, Kayzo. Nima qilsa bo'ladi? Nima qilsa? Tushunadi. Muzulga tashlasa bo'lar ekan. Xo'p, shuncha daraxtim bor, bir stak ketdi. Crafting table bizga kerak va menga jun kerak. Hozir topaman mana shu yerda ma'rab yurganda, uni qaranglar. Bir marta sakrash o'xshadi. Opake, bitta bor, yana ikki dona. Bratanim. Ikkinchisini qayerdan topaman endi? Nahotki qo'y bo'lmasa. Mayli, azizlar, kelinglar deb buni qo'yamiz. Menga sunduk kerak, yana bitta sunduk kerak. Nimaga ikkita sunduk kerak Kayzoga bilmadim. Lekin qo'ydik. Hammasini qo'yamiz hozircha. Bilandir men urib kelishim kerak. 4 ta ataka 5,5 ta bo'lsa lapatka bilan uramiz. Xo'p, bir donagina azizlar. Bir donagina menga qo'y kerak. Qo'y. Sigirlar yomon emas, sigir zo'r. Topdim. Xo'p, ana endi ishimiz birozgina osonlashadi. Ke. 5 to'q. O'zi joni nechta bu? Bilmadim. Ko'p urib o'tirmaymiz, chunki bizga faqat krovat kerak xolos. Shunchaki spawn point qo'yib, ana endi sakrasak, menimcha osonroq bo'ladi. O'zim buni sindirdim-da. Xo'sh, ajoyib. Samanki va sanamki. Chotki va nimada chotki. Bo'ldi. Hammasi zo'r. Bo'ldi. Spawn pointimiz bor. Bularni qo'yamiz hammasini. Ana endi ketdik. Shuncha optim bor edi, mayli. Chiqsa yo'q. Xo'p, o'ylaymanki bu normalniy narsa. Jimchuk, rahmat. Data pack unchalik ham zo'r emas ekan, lekin normalniy narsalar berib turar ekan vaqti bilan o'yinni o'ta olaman men. Bekor aytdim shu yerda. Oltindan oyoq kiyim ham beradi, noinsof. Meni kanalim tarixdagi, avashida bu yangi kanal, umuman yangi kanal tarixdagi eng ko'p o'rgan challenge mana shu bo'lsa kerak menimcha. Lavadan oldin spawn qilib zo'r ish qildim Minecraft. Prosta ajoyib, gap yo'q. Vaqt o'zgaryapti menimcha. Har bir marta tirgandan keyin vaqt o'zgaryapti.
Yana bilmadim. Quyosh mana shu yerda, ro'para mana shu yerda. Hozir ko'ramiz. Va spam bo'lamiz. Shader o'zgarayotgan ekan. Xo'p, nimaga oltindan baraka topkurlar? Nimaga oltindan? Olmosdan beringlar hech bo'lmasa. Mayli, rahmat. Mayli, neziribini olmosdan beringlar, olmosdan berdim. Xo'p, bunaqada juda ham ko'p vaqtni ketsa kerak. Qanaqadir tezroq o'lish iloji bormi bu yerda? Ketmomas. Menimcha bo'ldi. Shu narsalardan Minecraft o'taman. Xo'p, ko'ramiz. Yana bir 5 marta o'lib ko'ramiz. Rahmat. Hammasiga blinding bor. Hammasiga. Blind emas, vanishing blind. Och. Bu olom meniki faqat. Xo'p, ikkinchisi yana bitta shilem uchun. Rahmat. Uchinchisi, chuqurroq. Wow, azizlar. Adga boshqa umuman to'g'ri kelmaydi. Yaxshi, o'yin menga yoqyapti. Yana. Xo'p, drakon ursa bo'ladigan nimadir beringlar ilk. Tapor. Конечно, drakon ursa bo'ladi bunda. Toshdan tapor. Drakonni yaxshiroq ursa bo'ladigan nimadir beringlar. Yaxshiroq, normalniy jon beradigan, chotki va ishton. Конечно. Bu ursa bo'ladi. Mana senga drakon. Mayli. Qo'yamiz. Uy, ko'proq uron qanaqa bosib bo'ladi. Balandlikdan sakrash kerak edi. Xo'p, balandlikka chiqib spam point qo'ysam agar nezirit. Azizlar, nezirit bor ekan. Nezirit bor ekan. Nimaga menga oltin, kalchuga, temir, hatto koja ham berdi. Obsidian ham bor ekan. Wow. Lekin adga bormayman. Adga boradigan ahmoq yo'q, chunki menda 56 ta jemchug bor. Ajoyib. Xo'p, iltimos va rahmat. Oltindan ishton. Uy, yaxshi. Qanday go'zal bu olam. Xo'p, shalker shell. Yo'q, rahmat, sen kelayapsan. Ket, seni o'zimdan olib ketaman. Narigi dunyoga. Xo'p, qilich mana bilan looting 3 ekan. Yo'q, looting bizga kerak emas, chunki menda shuncha jemchug bor va shet olganda juda ham ko'p jemchugga nimasi bor. Ender eye pishirilgani bor. Toshdan хотя бы neziritdan kirkami nimadir olsam, branga va shetda meni qoniqtirmayapti-da hozir. Kamon o'qi ham kerak, kamon o'zi ham kerak. Effectiveness 5lik, yo'q, effectiveness 4lik ketmon. Kaizo uchun maxsus cho'pdan yasalgan. Hop, qanaqangidir kirka, effectiveness udacha yo'q. Tirik qol, menga keraksan. Hop, elitra berdi. Wow. Hop, elitra uchun bizga просто failure ham bo'lsa zo'r bo'lardi, lekin o'zim ham olishim mumkin. Qilichimda looting bor, agar creeper topsam, prosta ishimiz 5 emas 6. 5 emas 6 bo'ladi. Nasib bo'lsa, uy. Ajoyib. Hop, shakar qamichi ko'rdim. Shakar qamichi bor. Udacha bilan afsuski shit. Zo'r narsa, lekin afsus bizga kerak. Ikkinchi qo'limda kamida firework bo'ladi. Hop, bu safar toshboqani mayli. Blast protection bilan ekan, tursin. Afsuski maqsadimiz o'yinni o'tish, suvga kirish emas. Shuning uchun menimcha kiymayman uni. Hop, endi ishlayim berdi. Bunisini zacharlar normal ekan, ko'rishga ulgurmadim. Hop, Kaizo, savol, necha marta o'lmoqchisiz? Hozircha biron marta ham o'lmoqchi emasman. O'yinda bo'lsa, normal narsa olguncha. Hop, ket. Opit berdi, opitni nima qilsam bo'ladi? Zachar yasasak bo'ladi. Obsidian bor, agar olmasam bersa va kitob ham bersa, va hammasini qo'shib crafting tabeliga bitta normal zachar bersa ham zo'r bo'lardi. Lekin mayli, oxirgisini o'zim qilaman. Problema emas, yaxshi. Olmasdan ikkita bo'ldi. Men o'ylagandim, ishtoni yo'q deb, mayli. Hop. Iltimos, menga olmos o'zini beringlar. Chuchvarani Kaizo, xomsa nafsiz. Qanaqa ketdi bilmadim, menimcha kirdi. Kalchuga unbreaking bilan. Yo'q, rahmat. Elektron bor, bu menga option kerak emas. Hop. Tapor, effectiveness 3. Bu вообще tez sinadi, shuni umuman kerak emas. Menimcha bo'ldi. Menimcha Kaizo yo'q, bo'lmabdi. O'yin o'zi aytyapti, yo'q, Kaizo hali bo'lmabdi. Sen uchun tayyorlab qo'ygan nezirik narsalarim bor. Tur birozgina sabr qil. Temam bor ekan. Hop, shuni to'ldirsak nima deysizlar sizlar? Menimcha shuni to'ldirsak, qanaqangidir qoidalarga asoslangan bo'lamiz. O'yinimiz qanaqangidir qoidalarga asoslangan bo'ladi. Lekin
Buning uchun uni tashlamaslik kerak-da. Shunda chestni bo'ladi. Xo'p, mayli. Biz yozilmagan qoidalarni hozir aytdik. Sunduqni, ikkitalik sunduqni to'ldiraman va challenge o'taman. Nima berishidan qat'iy nazar, musorga tashlagan narsalarni endi hisob emas, endi boshladik chunki xo'p, endi qo'yishga majburman. Obbo, mayli. O'yinimiz biroz qiyinlashdi, osonlashdi ham chunki adga boshqa to'g'ri kelmaydi. Helmet. Kiydirman. Yech. Mayli, hozir turishib keyin ikkalasini birdaniga qo'yaman. Tak. Xo'p, va rahmat. Uy. Hop. Va balo bir xil narsalar beryapti. Xo'p, o'ylaymanki bu safar normalniy narsa beradi. Zo'r narsa. Oltindan kirka. Mayli, problema emas. Xo'p, bosh kiyim ham g'alati ekan. Xo'p, bu safar hammasini qo'yaman, uni ham qo'yish kerak. Mayli, olib kelamiz. Yana bitta nezitdan oyoq kiyim. Yomon emas. Xo'p, o'ylaymanki, sunduqimiz to'lmaydi bular bilan. Yo'q, hali to'lmas ekan. Yaxshi. Yana 9, 2, 11 ta qoldi. Hech qisi yo'q. Hozir hammasi bo'ladi. Iltimos, fairwork. Jemchug ham bo'ladi, yomon emas. Abdushiy rahmat. Lekin elektr turganda jemchug bizga option kerak emas. Elektrani kirayda ishlataman. Yana obsidian. Xo'p, ikkita bo'ldi. Yana bizga shoshmaylar. Biz obsidianlar slotni kamaytirish mumkin. Yo'q, 41. Afsuski slotni kamaytirmaydi. Yo'q. Shoshmaydi. O'zim keltirgan musullarim ham bor, ularni olib tashlayman. Daraxt keltirganman, daraxt barg keltirganman, qo'y go'shti keltirganman. Juda ham ko'p narsa keltirgan ekanman. Yana sakraymiz, короче. Xo'p, menimcha butun challenge mana shu yerda o'tadi. Yana bilmadim. Tral, yuzlikda pol. Va nihoyat, nimadir normal narsa berish boshladi. Xo'p, endi sunduqqa tiqmasam bo'lmaydi. Tak, shton. Kojini yana shton. Mayli, kelinglar. Xo'p, mana buni o'zim keltirdim, buni ham o'zim keltirdim, mosni ham o'zim keltirdim. Mana buni o'zim keltirdim. Короче, bizda hali joy bor. Ketdik. Ovqat, kayzo, ovqat qo'ying. Insof bilan kayzo. Rahmat. Yaxshi.